Assalomu alaykum. Qadrli do'stlar, Nexia 1 ko'rganmiz. Nexia ishqibozlari ham ko'p, lekin bunaqasini ko'rmagansiz, aniq bilaman. Sababiki bu mashinamiz Nexia 1 bo'lgani bilan kapot ostida nechta ot turibdi, kommentariyada fikringizni qoldiring. Mashina 421 pavukda, turbo kompressorli 2 kompressor damlaydi. Mashina olib, maza qilib haydashinglar uchun tayyor holatdagi tayyor proyekt, narxlari ham juda qulay. Videoni oxirigacha kuzatib turing. Podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Bu mashina o'zimning birinchi proyektlarimdan bo'lganligi sababli mashina shunchaki asfalt qilib polni septirib yuborganman. Mashinaning umuman udari yo'q, xohlagan ko'z tushirgan ko'z tushishi mumkin. Test monitorlarda salon qismlari ham o'ta ideal. Li 9 meni bilishimcha shu Nexia 1 dan o'g'irlashgan bo'lsa kerak. Mashinani xullas olib, tayyor proyektdagi mashinani maza qilib minib yuboradigan joyda. Mashinaning hadovoylarda, motorlarda umuman kamchiligi yo'q, 1.8 da. Xullas mashina Malibu Premiergacha shunchaki choyini ichirib qo'yadi. Bu mashina ko'pchilik nomerini ham bilsa kerak, yo'lda margat qilib ko'rmanglar. Mashinani xullas olib maza qilib haydashinglar uchun mashinamizni $5200 ga описаниеda nomer qoldiraman. Aloqaga chiqaverasizlar. Meni bilishimcha, bundan zo'ri yo'q. Sizlarga faqat yaxshisini tavsiya qilaman. Podpiska bo'lish esdan chiqmasin.